Videomizga like bosgan insonimizni eng kamida shunaqa xonadonlar sotib olish nasib qilsin. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimiz Aziya mehmonxonasi 12 qavatli binoyimizning 12-qavatida yangi ta'mirdan chiqarilgan xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Birinchi ko'radigan maydonimiz bu sanuzulimiz. Azizlar, Farg'onada bitta desam adashmayman. Bunaqa sanuzul hali ko'rmadim. Patolog yechimini qaranglar. Bunaqa sanuzulda patologi yo'q Farg'ona shahrida. Ko'p turgan maydonimiz kattagina holga alohida to'xtalamiz. Bu ayollarimiz juda ham sevimli vaqt o'tkazadigan xonamiz. Ko'rib turganinglardek, oshxonamiz juda ham sifatli remont qilingan. Azizlar, uyimiz barcha mebel texnikalari bilan sotiladi. Hol qismimizda ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli yechim qilingan, shkaflarda holga chiroyli moslashgan. Ixlos surasi, Allohning 99 ta ismi. Azizlar, havas qilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Ko'rib turganimiz bu mehmonjoylarimiz uchun mehmonxona. High-tech usulda remont qilingan maydonimiz. Bu yoqda bitta balkoni bor. Azizlar, remontga bitta ko'rib turib baho berasizlar. Mebel texnikani barchasi sifatli ishlatilgan. Bundan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan maydonimiz bu bolalar joylarimiz uchun yotoqxona. Ko'rib turganlaringiz bu ham juda ham sifatli remont qilingan. Pollari parket qilingan. Qo'l qismimiz polностью kafel bosilgan. Kafel ham juda qimmat bilan ishlatilgan sifatlisidan. Bundan keyin ko'radigan xonamiz bu kattalar yotoqxonasi. Bu yoqda ham bitta balkoni bor. Vid shaharga juda ham go'zal. Kelganingizda ko'rsataman buni. Remontga bitta ko'rib turib baho berib qo'yasizlar. Kattalar yotoqxonasining o'zining ichki sanuzuli. Ko'rib turganlaringiz sifatli mebel texnikalar ishlatilgan. Hoffman turibdi. Texnikalari Hoffman azizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari tomonidan $88,000 aytilyapti. Albatta kelib ko'rib savdolash imkoniyatiga egasiz.